Bo'ldi, hal bo'ldi. Hozir boraman. Oke. Bir minutga qarab oling. Farosat bormi? 20 minutdan bir kutib turibman. Boshqa joy band ekan qo'ymadim. Nima muammo? Joy yo'q bo'lsa umuman boshqa keting, tushundingizmi? Kimsan o'zi? O'rgatmagimdangi. 20 minut vaqtimni oldingiz. Kerak bo'lsa kutasan xonni. Miyangni chaqib qo'yamoq, tushundingmi? Tushunmadim. Sakrama. Menga qara. Shoshmalaring. Og'ayni meni eshitgan. Nima qilasan bunga gapirib? Odammidiki bu seni gapingni tushunadigan. Undan ko'ra somisan aylantirib, pachag'ini chiqarib tasha, sindirib tasha, umuman sog' joy yo'qolmasin. O'ldirib tasha undan ko'ra. Siz nima qilasiz buni eshitib? Zarilmi sizga buni so'kishlarini eshitib? Pichoqni choysiz, hech kim bo'lsa bo'g'izlab o'ldirib tashlasangiz bo'lmaydimi? Mana, bolangizga o'rnak bo'lishingiz kerak-ku. Ayni fursat. Go'shingni ye, g'ajib tasha, bir-biringni o'ldir, zo'r fursat hozir. Faqat shu bolang o'ligini ko'tarilsa bo'ldi. Nima qilasan? Odob, axloq, o'zbekonaring nima keragi bor? O'ldirlaring, bir-birlaringni g'ajib tasha. Biz o'rmonda yashaymiz u. Odamlar emas, hayvonlar yashaydi bu yerda. G'ajib tasha. Nima qilib qarab turibsan? O'ldirmaysan bir-biringni. Go'shingni ye. Hamma go'shini yesin. Hamma bir-birini g'ajisin. Go'shini yelaring. Ramazonda urushmagan yaxshi-da o'g'lim. Boshqa paytda urushsa bo'lam? Yo'q, o'zi umuman urushmagan yaxshi. Ketdingmi o'g'lim?